Bugun dunyo jamoatchiligini tashvishga solayotgan illatlardan biri shaksiz bu giyohvandlik balosidir. Insonni aqlan va ruhan majruh etadigan bu illatga qarshi kurashish esa kechiktirib bo'lmas vazifalardan biri sanaladi. Mamlakatimizda ham giyohvandlik illatini oldini olish, bunday vositalarni tayyorlash, tashish va sotish bilan bog'liq jinoyatlarga o'z vaqtida chek qo'yish borasida huquq-tartibot organlari tomonidan ta'sirchan chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tashabbusi bilan aynan shu turdagi jinoyatlar salmog'i ko'p uchraydigan mahallalarda o'tkazilayotgan giyohvandlik va narkotik vositalar bilan bog'liq jinoyatlar jamiyat uchun jiddiy tahdid mavzusidagi huquqiy targ'ibot tadbiri va sayyor sudlar ko'zlangan maqsad va salbiy illatni oldini o'z vaqtida olish, yoshlarni bu balodan ogohlantirishdan iboratdir. Ana shunday uchrashuv Qo'shtepa tumanidagi Qoraqushchi mahallasida ham bo'lib o'tdi. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i general-mayor Azizbek Ikramov ishtirokida o'tkazilgan uchrashuvda giyohvandlik illatining salbiy oqibatlari, bu illatga giriftor bo'lganlarning ayanchli qismati, buni oldini olish borasidagi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlar, ko'rilayotgan chora-tadbirlar haqida atroflicha so'z yuritildi. Ayniqsa, giyohvand moddalar bilan birga kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop dori vositalari bugun jamiyatimizga jiddiy tahdid sanalayotganligi qayd etildi. Muammo shundaki, bunday vositalarni ta'siriga tushib qolayotganlarning aksariyati yoshlar bo'lib, ota-onalar o'z farzandlarining nazoratini yetarli darajada olib borishmayapti. Uchrashuvda bu yo'lga kirib qolgan ayrim yoshlarning pushaymonligi misol qilib keltirildi. Giyohvandlik bilan bog'liq har qanday ko'rinishdagi jinoyatga jazo muqarrarligi yana bir bor eslatib o'tildi. Mavzuga oid video lavha esa ishtirokchilarni yanada ogohlikka chorladi. Tadbir davomida shuningdek sayyor sud ham o'tkazildi. Ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazoga hukm etilgan, ammo jazo o'tash tartib-qoidalariga bo'ysunmay kelayotgan probatsiya nazoratidagi ayrim mahkumlarning jazosi og'irrog'iga almashtirilib, shu yerda qamoqqa olindi. Tuzalish yo'liga o'tgan, o'zini ijobiy tomondan ko'rsatgan va jazoni namunali tarzda o'tab kelayotgan mahkumlar shartli ravishda ozod etilib, ularga sog'lom yashash uchun imkoniyat berildi. Joylarda o'tkazilayotgan bu kabi uchrashuvlardan maqsad bitta: giyohvandlik illati jamiyatimizdagi hech bir insonni o'z domiga tortmasin. Fuqarolar doim ogoh bo'lsin. Zero ogoh inson jinoyat ko'chasiga kirmaydi.